Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib bermoqchiman. Ayrim pensionerlarning pensiyaga to'xtatilgani, bu holat kimlarga tegishli ekani, kimlar xavotir olmasligi kerakligi va eng asosiysi, pensiya to'xtab qolsa nima qilish kerakligi haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli, chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor. Ota-onamiz, buvimiz, bobomiz, turmush o'rtog'imiz yoki o'zimiz. Oxirgi kunlarda odamlar orasida pensiyalar ommaviy to'xtatilyapti. Hukumat yangi qaror chiqardi. Endi pensiya olish qiyinlashadi degan gaplar ko'paydi. Men bugun shov-shuvga berilmasdan masalani oddiy tilda, qonuniy tartib va amaliy holatlar asosida tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta kichik xato sababli odam bir necha oy pensiyasiz qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kabi tushuntirishlar aynan siz va yaqinlaringiz uchun kerak. Avvalo, bitta narsani aniq aytib qo'yaman. Pensiya insonning qonuniy huquqi. Agar fuqaro yoshga doir nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olish huquqiga ega bo'lsa, hech kim uni asossiz ravishda pensiyadan mahrum qila olmaydi. Lekin pensiya tayinlangandan keyin ham ayrim ma'lumotlar muntazam tekshiriladi. Aynan shu tekshiruvlar, hujjatlardagi tafovutlar, bank kartasi bilan bog'liq muammolar yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar yangilanmagani sababli pensiya vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Oldin qanday edi? Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar asosida yuritilgan. Pensiya pensiya bo'limiga borardi, ariza topshirardi, mehnat daftarchasi, ish staji, maosh ma'lumotnomasi, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar alohida tekshirilardi. Ayrim holatlarda ma'lumotlar bazalarda to'liq bo'lmagani uchun odamning pensiyasi davom etardi. Keyinchalik xato aniqlansa, qayta hisob-kitob qilinardi. Hozir nima o'zgardi? Hozir davlat organlari, banklar fuqarolik holati dalolatnomalari, migratsiya, soliq, bandlik, tibbiy ijtimoiy ekspertiza va boshqa tizimlar o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Bu nimani anglatadi? Masalan, pensionerning vafot etgani, chet elga uzoq muddatga chiqqani, nogironlik muddati tugagani, bank kartasi faol emasligi, shaxsiy ma'lumotlar mos kelmayotgani yoki qayta ro'yxatdan o'tish kerakligi tizimda ko'rinishi mumkin. Shunda pensiya jamg'armasi yoki vakolatli organ pensiyani doimiy emas, balki holat aniqlanguncha vaqtincha to'xtatib turishi mumkin. Bu yerda odamlarni chalg'itayotgan asosiy nuqta shuki, pensiya to'xtatilishi degani pensiya butunlay bekor qilindi degani emas. Ko'p hollarda bu vaqtincha chora. Ya'ni pensioner yoki uning vakili kerakli hujjatni olib boradi, ma'lumot aniqlashtiriladi, keyin pensiya tiklanadi va ayrim holatlarda o'tgan oylar uchun ham to'lab beriladi. Lekin masalaga befarq qaralsa, o'zi kelib qoladi deb kutib o'tirsa, muammo cho'zilib ketadi. Men birinchi navbatda kimlar bu mavzuga jiddiy qarash kerakligini aytaman. Birinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasini olayotganlar. Agar nogironlik muddati vaqtinchalik belgilangan bo'lsa, masalan 1 yilga yoki 2 yilga. Muddat tugaganda qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Agar fuqaro o'z vaqtida komissiyadan o'tmasa, tizimda nogironlik muddati yakunlangan deb ko'rinadi va to'lov to'xtatilishi mumkin. Misol keltiraman. Oldin 2 yoshli Karim aka 2-chi guruh nogironlik pensiyasini oladi. Uning nogironlik muddati 2024 yil 11 noyabrgacha belgilangan. U men allaqachon pensionerman. Endi komissiyaga borish shart emas deb o'ylaydi. Dekabr oyida pensiya kartasiga pul tushmaydi. Bankka boradi, bank bizda pul kelmagan deydi. Pensiya bo'limiga borganda esa nogironlik muddati tugagani, qayta xulosa kiritilmagani ma'lum bo'ladi. Agar Karim aka vaqtida tibbiy ijtimoiy ekspertiza ko'rigidan o'tganida to'lov uzilmasligi mumkin edi. Ikkinchi toifa chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Bu yerda ham nozik jihat bor. Chet elga chiqishning o'zi pensiyani avtomatik yo'q qiladi degani emas. Lekin ayrim turdagi to'lovlar, yashash holati, shaxsni tasdiqlash, bank kartasidan foydalanish tartibi, doimiy yashash uchun ketganlik yoki vaqtincha safar masalasi aniqlashtirilishi kerak bo'lishi mumkin. Agar pensioner bir necha oy yoki yillar davomida O'zbekistonda ko'rinmasa, hujjatlar yangilanmasa, vakolatnoma muddati o'tib ketsa, to'lovlar to'xtab qolishi ehtimoli bor. Masalan, 7 yoshli Saodat operatsiyadagi farzandlari yoniga 6 oyga ketdi. Pensiya kartasi O'zbekistonda qoldi, pulni qizi yechib turdi. Bir muddat hammasi joyida bo'ldi. Keyin bank kartasining muddati tugadi. Yangi karta olish uchun egasining o'zi kelishi yoki qonuniy tartibda vakolatnoma bo'lishi kerak. Natijada pul tushgan taqdirda ham foydalanish qiyinlashdi. Ayrim hollarda esa
to'lov aniqlashtirishga tushib qolishi mumkin. Bu yerda muammo hukumat pensiyani olib qo'ydi degani emas, balki shaxsni tasdiqlash va bank amaliyoti bilan bog'liq. 3-toifa. Bank kartasi yoki hisob raqami bilan muammosi borlar. Hozir ko'p pensiyalar plastik kartaga o'tkaziladi. Agar karta muddati tugasa, karta bloklansa, hisob raqami yopilsa, pasport ma'lumotlari bankda eski bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, pul tushish kechikadi yoki qaytib ketishi mumkin. Pensioner esa buni pensiya to'xtatildi deb o'ylaydi. Oddiy misol. To'xir ota har oy 20.300.000 so'm pensiya oladi. Pasportini yangi ID kartaga almashtirgan. Lekin bankdagi ma'lumotini yangilamagan. Bank tizimida eski pasport raqami turibdi, pensiya tizimida yangi ma'lumot ko'rinmoqda. Bunday tafovut to'lovni kechiktirishi mumkin. Masala 10 daqiqada hal bo'ladigan joyi bor. Bankka borib shaxsiy ma'lumotni yangilash. Lekin odam bilmasa, bir oy asabiylashib yuradi. 4-toifa. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Ayniqsa farzandlar 15 yoshga to'lganda yoki o'qishni davom ettirayotganda. Agar bola 15 yoshga to'lsa, lekin kunduzgi bo'limda o'qiyotgani haqidagi ma'lumot taqdim etilmasa, to'lov to'xtatilishi mumkin. Chunki tizim uchun 18 yoshga yetdi degan fakt ko'rinadi. Ammo hali talaba kunduzgi o'qishda degan tasdiq bo'lmasa, nafaqa davom etmaydi. Misol Dilnoza ismli qiz otasidan ayrilgan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U 18 yoshga to'ldi va universitetga kirdi. Oilasi pensiya o'zi davom etaveradi deb o'yladi. Lekin sentabr oyida o'qishga kirgani haqidagi ma'lumot o'z vaqtida taqdim etilmadi. Oktyabrda to'lov to'xtadi. Pensiya bo'limi talab qildi. Universitetdan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma. Hujjat topshirilgach to'lov tiklanadi. Agar kechiksa, oila vaqtincha daromadsiz qoladi. 5-toifa. Hujjatlarda xatolik bor pensionerlar. Ism sharif bir hujjatda Abdullayev, boshqasida Abdullayev bo'lib ketgan. Tug'ilgan sana bir joyda 1929 yil 12 mart, boshqa joyda 1929 yil 20 mart yozilgan. Familiya o'zgargan, lekin tizimlarda to'liq yangilanmagan. Bunday mayda ko'ringan xatolar katta oqibatga olib keladi. Chunki elektron tizim inson kabi shu odam bo'lsa kerak deb taxmin qilmaydi. Tizimda ma'lumot mos kelishi kerak. Endi kim xavotir olmasligi kerak. Agar sizning pensiyangiz qonuniy tayinlangan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, nogironlik muddati doimiy yoki o'z vaqtida tasdiqlangan bo'lsa, hech qanday vahimaga berilmaslik kerak. Pensiyalar hammaniki birdan to'xtatiladi degan gaplarga ishonmang. Bunday gaplar ko'pincha bitta yoki ikkita real holatning noto'g'ri talqin qilinishidan kelib chiqadi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya to'xtatilsa sababini yozma yoki rasmiy tarzda bilishga haqlisiz. Ko'pchilik pensionerlar telefon qilib aytishdi. Bankdagilar shunday dedi. Mahalladagilar eshitibdi degan gap bilan yuradi. Bu noto'g'ri. Siz aniq sababini bilishingiz kerak. To'lov bankdan qaytdimi? Hujjat yetishmayaptimi? Nogironlik muddati tugadimi? Shaxsiy ma'lumotlarda tafovut bormi? Yoki boshqa asos bormi? Ikkinchi nozik jihat. Pensiya bankka tushmagan bo'lsa, muammo doim pensiya jamg'armasida bo'lmasligi mumkin. Ba'zan pensiya hisoblangan, lekin bank kartasi bloklangan. Ba'zan bank texnik sabab bilan kechiktiradi. Ba'zan karta egasi vafot etgan deb noto'g'ri belgilangan holatlar ham uchrab turadi. Ayniqsa ma'lumotlar bazasida chalkashlik bo'lsa. Shuning uchun birinchi qadamda bankdan hisob raqam holatini tekshirish. Keyin pensiya bo'limidan to'lov holatini aniqlash kerak. 3-nozik jihat. Pensioner vafot etgandan keyin kartadan pul yechish masalasi. Bu juda jiddiy masala. Oila a'zolari ba'zan otamning kartasi bizda edi, pul tushdi. Ishlatdik deyshadi. Agar fuqaro vafot etganidan keyin ham pensiya tushib qolsa, bu pulni qonuniy tartibda hal qilish kerak. Chunki vafotdan keyingi davr uchun ortiqcha to'langan mablag' qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu holat keyin qarz, sud, ijro masalasigacha borib qolmasligi uchun ehtiyot bo'lish kerak. Merosxo'rlik, dafn puli, oxirgi oy to'lovi kabi masalalar alohida tartibda ko'rib chiqiladi. 4-nozik jihat, vakolatnoma. Agar pensioner yura olmasa, kasal bo'lsa, chet elda bo'lsa yoki bankka borishga imkoni bo'lmasa, yaqiniga vakolatnoma berishi mumkin. Lekin vakolatnoma muddati, mazmuni va qaysi amaliyotlarga ruxsat berilgani aniq bo'lishi kerak. Pul olishga, bank hisobini yuritishga, pensiya masalalarida vakillik qilishga, hujjat topshirishga kabi vakolatlar alohida ko'rsatilmasa,
ayrim joylarda hujjat qabul qilinmasligi mumkin. Notarius orqali rasmiylashtirilgan vakolatnoma muddati tugagan bo'lsa, u kuchga ega bo'lmaydi. 5-nozik jihat yashash joyi va ro'yxat masalasi. Pensioner bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chib o'tsa, amalda Toshkentda yashab, hujjatda boshqa tumanda ro'yxatda tursa, ayrim ma'lumotlar chalkashishi mumkin. Pensiya qayerdan to'lanadi? Qaysi bo'lim yuritadi? Tibbiy hujjatlar qayerga yuboriladi? Bank hisob raqami qayerda ochilgan? Bularning hammasi ahamiyatli, ayniqsa nogironlik parvarish nafaqasi. Ijtimoiy yordam kabi to'lovlarda yashash joyi bo'yicha tasdiqlar muhim bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat ishlayotgan pensionerlar. O'zbekistonda yoshga doir pensiya olib ishlayotgan fuqarolar ham bor. Ishlashning o'zi pensiyani to'xtatish uchun avtomatik asos bo'lavermaydi. Lekin ayrim maxsus toifadagi to'lovlar, qo'shimchalar yoki nafaqalar bo'yicha daromad, bandlik holati, ishga joylashganlik ma'lumotlari ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, kam ta'minlanganlik asosidagi yordam bilan pensiya bir xil tartibda ko'rilmaydi. Shuning uchun pensioner ishga kirsa pensiyasi to'xtaydi degan umumiy gap har doim ham to'g'ri emas. Har bir to'lov turi alohida tekshiriladi. 7-nozik jihat. Ortiqcha to'lov aniqlansa nima bo'ladi? Agar pensionerga biror sabab bilan ortiqcha pensiya to'langan bo'lsa, masalan, hujjatda noto'g'ri staj kiritilgan, nogironlik muddati tugagandan keyin ham to'lov davom etgan, vafot etgan shaxs nomiga pul tushgan, bu mablag'ni qaytarish masalasi qo'yilishi mumkin. Lekin bu ham tartib asosida bo'ladi. Fuqaro sababni bilishga, hisob-kitobni ko'rishga, e'tiroz bildirishga haqli. Agar xato davlat organi yoki tizim xatosi sabab bo'lgan bo'lsa, buni alohida ko'rsatish kerak. Agar fuqaro ataylab noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsa, vaziyat og'irlashadi. 8-nozik jihat ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlar. Men ekspert sifatida doim shuni maslahat beraman. Telegramdagi noma'lum kanal, montaj qilingan video, kesib olingan gap, kimningdir audio xabari asosida xulosa qilmang. Rasmiy manba bor. Pensiya jamg'armasi, bandlik va kambag'allikni qisqartirish tizimlari, hukumat portallari, bankning rasmiy xabarlari, MyUKUZ kabi xizmatlar. Agar hukumat bayonoti chiqdi deyilsa, uning rasmiy matnini ko'rish kerak. Sarlavha shov-shuvli bo'lishi mumkin, lekin mazmuni oddiy texnik tushuntirish bo'lib chiqadi. Endi eng kerakli qismga keldik. Agar sizning yoki yaqinlaringizning pensiyasi to'xtab qolgan bo'lsa, qanday harakat qilish kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi, hisob raqam yopilmaganmi, pasport yoki ayda karta ma'lumotlari bankda yangilanganmi? Bankka borib, mening pensiya to'lovim kelganmi? Kelgan bo'lsa, nega karta orqali ko'rinmayapti? Kelmagan bo'lsa, oxirgi tushum qachon bo'lgan deb so'rang. Imkon bo'lsa, bankdan hisob raqam bo'yicha ma'lumot yoki SMS tarixini oling. Ikkinchi qadam, tuman yoki shahar pensiya bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bora olmasangiz, qonuniy vakil orqali boring. U yerda umumiy gap emas, aniq savol bering. Pensiyam qaysi asos bilan to'xtatilgan? Qaysi hujjat yetishmayapti? To'lov qaysi oydan beri to'xtagan? Tiklash uchun qanday ariza yozishim kerak? O'tgan oylar uchun qayta hisob-kitob qilinadimi? Javobni imkon qadar yozma shaklda olishga harakat qiling. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank karta yoki hisob raqam ma'lumoti, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, nogironlik bo'yicha tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma, vakil murojaat qilsa notarial vakolatnoma, familiya o'zgargan bo'lsa nikoh yoki ajrim haqidagi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi yoki qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi, lekin asosiy hujjatlar shular. 4-qadam, ariza yozing. Arizada hissiyot emas, fakt bo'lishi kerak. Masalan, men falonchi falon sanadan buyon yoshga doir pensiya olaman. 2025 yil yanvar oyidan pensiya to'lovi hisobimga kelmadi. To'lov to'xtatilgan bo'lsa, sababini ma'lum qilishingizni, zarur hujjatlar ro'yxatini berishingizni va pensiya to'lovini qonuniy tartibda tiklab berishingizni so'rayman. Ariza 2 nusxada bo'lsa yaxshi, bittasini topshirasiz, ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirasiz. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. 5-qadam, muddatlarni nazorat qiling. Keyin kelarsiz, telefon qilamiz degan gap bilan cheklanib qolmang. Qaysi sanada murojaat qildingiz? Kim qabul qildi? Qanday hujjat talab qilindi? Qaysi muddatda javob berilishi kerak? Bularni yozib boring.
Pensionerlar ko'pincha hujjat topshiradi, lekin qabul qilinganini tasdiqlovchi dalil olmaydi. Keyin hujjat kelmagan deyilsa, isbotlash qiyin bo'ladi. 6-qadam. Agar joyda hal bo'lmasa, yuqori tashkilotlarga murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, keyin respublika darajasidagi rasmiy murojaat kanallari. Shuningdek, MyBankGov uz orqali yoki ishonch telefonlari orqali murojaat qilish mumkin. Agar sizga asossiz rad javobi berilgan deb hisoblasangiz, yozma rad javobini oling. Yozma javobsiz yuqoriga shikoyat qilish qiyinroq bo'ladi. Chunki muammo nimada ekanini aniq ko'rsatish kerak. 7-qadam nogironlik bilan bog'liq bo'lsa, tibbiy hujjatlarni oldindan tayyorlang. Ko'rik muddati tugashini kutmang. Masalan, nogironlik muddati 1 iyunda tugasa, may oyidayoq oilaviy poliklinika, davlatchi shifokor, tibbiy hujjatlar, analizlar, kasallik tarixi, yo'llanma masalalarini boshlang. Chunki bitta tahlil yoki bitta xulosa kechiksa, pensiya ham kechikadi. Ayniqsa og'ir kasal. Yura olmaydigan insonlar uchun uyda ko'rik yoki vakil orqali hujjat topshirish imkoniyatlarini oldindan so'rab biling. 8-qadam. 12 yoshga to'layotgan farzandlar bo'yicha oldindan harakat qiling. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bola 18 yoshga yaqinlashsa, o'qishga kirishi bilan kunduzgi ta'limda o'qiyotgan haqida ma'lumotnoma oling. Universitet o'zi yuboradi deb ishonib o'tirmang. Elektron tizimlar ishlashi mumkin, lekin xatolik bo'lishi ham mumkin. Sizda qog'oz yoki elektron tasdiq bo'lsa, muammoni tez hal qilasiz. 9-qadam. Chet elga ketayotgan pensionerlar oldindan reja qilsin. Bank kartasi muddati qachon tugaydi? ID karta muddati qachon tugaydi? Vakolatnoma kerakmi? Pensiya masarda kim vakil bo'ladi? Agar pensioner uzoq muddatga ketayotgan bo'lsa, ketishdan oldin pensiya bo'limidan va bankdan tartibni so'rab olsin. 1 yildan keyin chet eldan turib muammoni hal qilish ancha qiyin bo'ladi. 10-qadam. Yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar telefon ilovalari, SMS, elektron navbat, MyBankGov, bank kartasi muddati kabi narsalarni tushunmasligi mumkin. Farzandlar, nevaralar, qarindoshlar buni nazorat qilib turish kerak. Oyda bir marta pensionerning kartasi ishlayaptimi? To'lov tushdimi? Hujjat muddati tugamayaptimi? deb tekshirish katta muammoning oldini oladi. Ayrim real holatlar orqali yana tushuntiraman. Birinchi holat, pensioner har oy 1 million ming so'm oladi, lekin 2 oy pul tushmadi. U pensiya bo'limiga emas, faqat bankomatga qatnaydi. Aslida karta muddati tugagan bo'ladi. Natija pul hisoblangan, lekin foydalana olmaydi. Yechim bankda kartani yangilash. Ikkinchi holat, nogironlik pensiyasi 1 million 600 ming so'm. Komissiya muddati tugagan, 3 oy vaqt o'tgan. Qayta ko'rikdan o'tgach, agar nogironlik uzluksiz deb tan olinsa, ayrim holatlarda to'lov qayta tiklanishi va tegishli davr uchun hisob-kitob qilinishi mumkin. Lekin agar hujjatlar kechikkan bo'lsa, bahsli masala chiqadi. Shuning uchun muddatni o'tkazmaslik eng to'g'ri yo'l. 3-holat, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan talaba 15 yoshdan o'tgan. Oila har oy 900 ming so'm atrofida yordam olgan. Ma'lumotnoma topshirilmagani sababli to'lov to'xtagan. Hujjat topshirilgach, tizim yangilanadi. Bu holatda ham muammo vahima emas, hujjat intizomi masalasi. 4-holat. Pensioner boshqa tumanga ko'chgan, lekin ro'yxatini o'zgartirmagan. Mahalla, bank, pensiya bo'limi ma'lumotlari turlicha. Bu kelajakda nafaqat pensiya, balki subsidiyalar, ijtimoiy yordam, tibbiy xizmatlar bo'yicha muammo tug'diradi. Shuning uchun yashash joyingiz o'zgarsa, hujjatlarni ham moslang. Aziz yurtdoshlar, bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, pensiya to'xtab qolsa, darhol vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Pensiya ko'pincha 3 ta sababdan kechikadi yoki vaqtincha to'xtaydi. Hujjatdagi muammo, bankdagi muammo yoki huquqni tasdiqlovchi ma'lumotning muddati tugashi. Har bir holatda aniq sababni bilish, yozma murojaat qilish va kerakli hujjatlarni topshirish kerak. Men sizlarga ekspert sifatida eng muhim maslahatni beraman. Pensionerning hujjatlarini oldindan tartibga soling. ID karta, bank kartasi, nogironlik xulosasi, o'qish ma'lumotnomasi, vakolatnoma, yashash joyi ma'lumotlari, bularning hammasi pensiya uzluksiz kelishi uchun muhim. Agar kimdir hammaning pensiyasi to'xtatiladi desa, ishonishdan oldin rasmiy manbani tekshiring. Sizlarda shunday holat bo'lganmi? Pensiya kechikkanmi? To'xtatilganmi? Qanday hal qilgansiz? Izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan maslahat bir oilani bir necha oy daromadsiz qolishdan saqlab qolishi mumkin.